Arkadaşlar yaxşımısınızlar? Bugün biz method overload to'g'risida so'zlamoqchi. Oldingi sonda biz ikki sonni bir-biriga qo'shib yig'indisini tepib beradigan bir function yozgan. Bu function boshda a bilan b degan ikki sonni bersak, ikkisini qo'shib yig'indisini ma variablening ichiga silib, ma variable'ni qaytarib beriladi. Buni texim oddiyllashtirib bilamdi desa, bu kodni biz texim oddiyllashtirib masalan, mundaq qilib yazsaq bo'ldi. Udullam A'ga B'ni qo'shganni biz udullam return qilsaq bo'ldi degan gap. Bumi ikki sonni qo'shgandan keyin functions bo'ldi. Lekin mundaq bir masala chiqib qoldi. Agar men 3 sonni qo'shmoqchi bo'lsam, qanday yozma degan masala chiqib qoldi. Masalan, buni copy paste qilib ekib, mega 3-sonni yozib qo'ysak bo'ldi degan gap. Masalan, buni 2 sonni qo'shganni sum 2 deylik, 3 sonni qo'shganni sum 3 deylik. Ammo 3 sonni qo'shib, A'ga B'ni qo'shib, keyin buni yig'insiga yana C'ni qo'shib qaytarib beradi. Agar 4 sonni qo'shmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz desak, buni yana print qilib ekib, hamisha yozishimiz kerakda 4 sonni yig'indisi deb 4 deb yozib, kimyaga int d deb qo'ysak, kimyaga qo'shimiz d. Biz sonni qilsak qanday qilamiz? Yana o'xshash logikada. Balkim shundaq bir function ishlatishimiz mumkin, lekin u functionda masalan bir vaqtda 100 sonni, 1000 sonni qo'sha oladigan bo'lib qolish mumkin. O vaqtda har bir funksionni bir qatimda ism qo'yib, har bir funksiyon ismini yodlab yursak, bak avartiliq chiqadi. Shunga biz Java'da nima bilimni ishlatamiz deganda method overload degan bilimni ishlatamiz. Shunga biz hamma o'ziniki return types o'xshaydigan functionlarga ismini o'xshash qilsaqmi, garchi ichidagi xurujlari o'xshamaydigan bo'lsa-mu, bo'laverdi degan gap. Bu qanday gap deganda, masalan, 2 ni qo'shilgan funksionni, 3 ni qo'shilgan funksionni, 4 ni qo'shilgan funksionni hammasini ismini o'xshash qilsam, miyadani xatolik kelib chiqmaydi. Hammasinin ismi o'xshash bir ism. Lekin bularning return typesi o'xshaydi. Hammasi o'xshash bir butun sonni qaytarib berdi. Birdan bir o'xshamaslik yeri nima deyaptilar? Bularningki ba'zanlari 2 sonni qabul qildi, ba'zanlari 3 sonni qabul qildi, ba'zanlari 4 sonni qabul qildi degan gap. Shunga odatda qanday method overloadni qanday ishlatamiz deganda, o'xshash bir funksionni o'xshash return type, o'xshash ism bor funksionni xurujlarni o'xshamaydigan yoki soni o'xshashmasa method overload qilsak bo'ldi. Masalan, menda 2 tal parametr ketdi, menda 3 tal parametr ketdi. Demak, ikkisi bir-biriga method overload bo'la oladi degan gap. Agar men managa integer bermay, double yoki float degandek kichik sonlarni bersam-mu, ma'u kichik son qabul qildi, ma'u butun son qabul qildi. Ikkisiniki shakl o'xshamaydi. Bu vaqtda bu ikkisi yanlam bir method overloadni shakllantirdi. Lekin miyatga return typesi cho'qim o'xshash bo'lishi kerak. Agar men miyaga float deb yozgan bo'lsam, cho'qim miyada return qilgan vaqtida floatni cho'qim bir butun son o'zgartirib return qilishim kerak. Qisqartirib aytsaq, method overload degan nima deyaptilar? Ba'zan vaqtlarda o'xshash bir funksionniki, lekin ba'zan parametrlarni o'xshashmaydigan beradigan shakllar bo'ladi. Masalan, ba'zi 1 son beramiz, ba'zi 2 son beramiz, ba'zi 3 son beramiz degandek. Bundaq vaqtda o'xshash funksionni qayta-qayta ism qo'yib yozmay, birla ismni ishlatganimiz, birla funksionni ishlatganimiz method overload deb hisoblanadi. Buni main function ishlatib baqsaq, masalan, biz print qilib chiqarib baqaylik, sum deb yozib, bundan bir tal parametrmi borki, 2 tal borki, 3 borki, zodi qaysini ishlatamiz desak, buning bilan karimiz bo'lmay, biz qanaqa ehtiyojimiz bo'lsa shuni yozib olsak bo'ladi. Masalan, bizning 2 sonni qo'shilgan ehtiyojimiz bo'lsa, udullam 10 qo'shilgan 20 deb yozib qo'ysak bo'ladi degan gap. Masalan, buni ma'nurib baqsaq,
30 deb natija chiqdi. Agar bizda 3 sonni qo'shadigan ehtiyojimiz bo'lib qolsa, biz ularni hech qanday ishlatilgan vaqtida hech qanday yerni o'zgartmay, faqat parametrni 3 tal parametr bersak, o'zi chiqadi degan gap. Buni qo'shib qarasak 60 deb natija chiqdi. Qolgan 4 tal sonni qo'shadiganga o'xshash shunday qilib ishlasak bo'ldi.